Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Kamina Sardor Ibragimov sizlar bilan bugun futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar va qiziqarli tahlillar haqida gaplashamiz. Bugungi videomiz O'zbekiston milliy terma jamoasining navbatdagi jiddiy sinovi haqida bo'ladi. Terma jamoamiz FIFA tomonidan tashkil etilgan yangi turnir doirasida kuchli raqib Venesuela terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Avvalo turnir qanday boshlanganini eslab o'tsak. O'zbekiston milliy terma jamoasi FIFA Series 2026 musobaqasidagi ilk uchrashuvini juda yaxshi kayfiyatda boshladi. Raqib Afrika qit'asining tajribali jamoalaridan biri Gabon terma jamoasi edi. Ushbu bahsda O'zbekiston terma jamoasi juda ishonchli o'yin ko'rsatib, raqibni 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. O'yinda jamoamiz hujumda ham, himoyada ham ancha tartibli harakat qildi. Bu g'alaba futbolchilarimizga ham, muxlislarga ham katta quvonch baxsh etdi. Endi esa navbat yana bir qiziqarli sinovga yetib keldi. Fabio Cannavaro boshchiligidagi jamoamiz bu safar Janubiy Amerika vakili Venesuela terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Bu jamoa ham turnirni juda yaxshi boshlagan. Ular birinchi uchrashuvda Trinidad va Tobago terma jamoasini 4-1 hisobda mag'lub etib, o'z kuchini namoyish qildi. Demak, bu safargi bahs oson bo'lmasligi aniq. Qiziqarli jihatlardan yana biri FIFA reytingida yuz bergan o'zgarishlar bo'ldi. Yaqinda yangilangan reytingda O'zbekiston milliy terma jamoasi 2 pog'ona yuqorilab, umumiy ro'yxatda 50-o'rinni egalladi. Bu juda ham muhim natija, chunki bundan oldin aynan shu pog'onada Venesuela joylashgan edi. Reyting yangilangach, Venesuela ham biroz yuqorilab 49-o'ringa ko'tarildi. Ya'ni ikkala jamoa ham deyarli bir xil darajadagi kuchga ega ekanini ko'rish mumkin. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, Venesuela terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatida qatnasha olmaydi. Ular saralash bosqichida juda yaxshi o'yinlar o'tkazgan bo'lsa-da, keyingi bosqichga chiqish uchun bir necha ochkolar yetmay qoldi. Biroq bu jamoani kuchsiz deb bo'lmaydi. Masalan, saralash o'yinlarida ular futbol gigantlari hisoblangan Argentina va Braziliyaga qarshi o'yinlarda durang natija qayd etishga muvaffaq bo'lgan. Bu esa jamoaning qanchalik xavfli raqib ekanini ko'rsatadi. Shunga qaramay, Venesuela terma jamoasi so'nggi paytlarda biroz qiyin davrni boshdan kechirdi. Jamoa ketma-ket 3 ta o'yinda mag'lubiyatga uchradi va bu natijalar bosh murabbiy Fernando Batistaning iste'fosiga sabab bo'ldi. Keyinchalik jamoani vaqtincha boshqargan Osvaldo Vizcarrondo rahbariyat ishonchini qozonib, doimiy bosh murabbiy sifatida tayinlandi. Endi esa yangi bosh murabbiy qo'l ostida jamoa qanday o'yin ko'rsatishi ko'pchilik uchun qiziq. Venesuela terma jamoasining tarkibi ham e'tiborga loyiq. Transfer bozoridagi umumiy qiymati taxminan 71 million yevroga baholanadi. Jamoaning eng qimmat futbolchisi John Aramburu hisoblanadi. Shuningdek, Jefferson Savarino va Cristian Cáceres kabi tajribali futbolchilar ham jamoaning muhim figurasi hisoblanadi. Eng tajribali futbolchilardan biri esa 36 yoshli hujumchi Salomon Rondon bo'lib, u jamoaning asosiy yetakchilaridan biri sanaladi. Rondon o'zining kuchli jismoniy tayyorgarligi, havodagi ustunligi va tajribasi bilan har qanday himoyachiga muammo tug'dirishi mumkin. Taktik jihatdan qaraydigan bo'lsak, Venesuela terma jamoasi juda tezkor xavfli hujumlarga ega jamoa hisoblanadi. Ular ayniqsa qanotlardan tezkor hujumlar uyushtirishni yaxshi ko'radi. Bundan tashqari standart vaziyatlar ham ancha xavfli. Burchak to'plari yoki jarima zarbalari paytida baland bo'yli futbolchilar orqali bosim o'tkazishga harakat qiladi. Ammo bu jamoaning kamchiliklari ham yo'q emas. Masalan, ular pozitsion o'yinda ba'zan qiyinchilikka duch keladi. To'pni uzoq vaqt nazorat qilish va murakkab kombinatsiyalar yaratishda muammolar kuzatiladi. Shu sababli yangi murabbiy jamoaning o'yin uslubini biroz o'zgartirishga harakat qilmoqda. Ayniqsa pressing, to'p nazorati va kombinatsion hujumlarga ko'proq e'tibor qaratilayotgani aytilmoqda. O'zbekiston terma jamoasi uchun bu o'yin juda muhim sinov hisoblanadi. Cannavaro shogirdlari bunday o'yinlarda avvalo tempni nazorat qilish kerak. Sabrsizlik yoki shoshma-shosharlik jamoaga qimmatga tushishi mumkin. Shuningdek, qanotlar orqali hujum qilish va samarali bo'lish mumkin. Chunki Venesuela himoyasi keng maydonda ba'zan bo'sh zonalar qoldiradi. Yana bir muhim jihat shundaki, Venesuela darvoza chizig'ida ham yuqori darajada emas. Demak, uzoq masofadan zarbalar, tezkor kombinatsiyalar va keskin hujumlar orqali gol urish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Agar O'zbekiston futbolchilari maydondan to'g'ri foydalana olsa, bu o'yinda ham ijobiy natijaga erishish ehtimoli yuqori. Qiziq faktlardan biri shuki, O'zbekiston va Venesuela terma jamoalari bundan oldin ham o'zaro to'qnash kelgan. 2023-yilda o'tkazilgan o'sha uchrashuv 1-1 hisobidagi durang bilan yakunlangan edi. Demak, bu ikki jamoa o'rtasidagi raqobat ancha teng kechayotganini ko'rish mumkin. Endi esa
barcha futbol muxlislari intiqlik bilan kutayotgan o'yin haqida. O'zbekiston va Venesuela milliy jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 30-mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boshlanadi. Bu bahs nafaqat turnir natijalari uchun, balki jamoalarning kelajakdagi rejalarini baholash uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Xo'sh, sizningcha bu o'yinda kim g'alaba qozonadi? O'zbekiston terma jamoasi yana bir muhim g'alabani qo'lga kirita oladimi yoki Venesuela kutilmagan natija qayd etadimi? Fikringizni albatta izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni, like bosishni va do'stlaringiz bilan videoni ulashishni unutmang. Futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar va qiziqarli tahlillar bilan yana ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.